Şinjan Televizyon Stansiyası Axbarat Universal kanalı Adliya Sanat bölümü bilen Şinjan Uçur İyilik Çekiş Məsuliyet Şirketi Şinjan Lini Sorbikti Birlik Tankarlış başqurulatan Nava programması. Her sandaki naqshlarni bağlash fursati har vaqt sizlarning ixtiyoringlarda bo'ladi. Biz tomoshabinlarimizning bilet tashishga texnik qulaylik bo'lishi uchun har bir naqshiga rad nomeri turg'izdik. Naqshining ismi va rad nomeri har vaqt ekranimizning ostida. Darhol telefonni elib ta'lingizni sinab, mukofot bo'ynimiz sizni saqlab turdi. Tomoshabin do'stlar, yangidan ta'sis qilingan Nava programmasi naqshi shakli ham seslar birlashtirilgan san'at kechiligi xarakterini olgan naqsh programma bo'lib, biz tomoshabinlarimizning ham san'atkor do'stlarimizning naqshi musiqa jihatda yo'liqqan qiyin masalalarga Nava sahnasi orqali javob berish tirishchilik ko'rsatamiz. Mana shu gapning o'zini to'r orqali bizga nurg'ulg'an uchur inkaslar kelib o'tibdi. Bizning ma'lum bir to'rdishimiz Nurgul Ma'lumga mundaq bir savolni o'tirib qo'yibdi. Ya'ni Nurgul Ma'lum yaxshimsiz? Güzel ovoz degan nima? Qanday qilganda güzel ovozni naqsh aytqili bo'ladi? Debdi. Undaq bo'lsa, qani bu to'rdishimizning savoliga Nurgul Ma'lum javob berishni taklif qilamiz. Marhamat. Güzel ovoz degan bu atalg'u İtaliyadan kelgan atalg'u. Madaniyat san'at xizmati bilan shug'ullanuvchi nurg'un mutaxassislar odamningki anatomiyalik tuzilishini uzun muddat kuzatish orqali naqsha degan bu bir uqumni keyin ovoz ilmi degan bu nazariya orqali isbotlab chiqqan. Qanday qilganda bir odamning ovozi texmi go'zal, texmi larzon, chiroyli chiqadi, qanday qilganda chiroy ifodasi va har xil ovoz pardalari, tomirlar hech qanday qisilishga uchramay turib uni hal qilib bo'ldi degan masalalarda uzun kuzatgandan keyin bu bel kanto degan ism bilan o'tirg'a kelib chiqqan. Bel kanto degan ism bo'lsa, bel bo'lsa go'zal degan ma'noni bildirsa, kanto ovoz yoki tovush degan ma'noni bildirgan. Tadqiqotlar Barbara kengayishga boshlaganda Meishing deb hamsuchi tarjima bilan jungoga kirgan. Keyin bu so'z bizda go'zal ovoz degan ism bilan bizga kirdi. Biz buni eng oddiy til bilan qabul qilgan vaqtimizda İtaliyada mı şundak düşündü? Bunu birisi güzel avazda düşünse, yani birisi texnika deb düşündü. Bu bir texnikadan ibaret. Ahırda bizdeki maksat şu texnika orqali o'zimizning uslubini yaratish. Demakchi bo'lganim eng oxirida hamma xil uslubga yanada shu texnika yani kerak deb o'ylayman. Ko'rayotganinglar Nava programmasi. Nava programmasi jamiyatimizning taraqqiyot ehtiyojiga mos holda yo'l qo'yilgan bo'lib, bu sahna sizning naqshi musiqa jihatdagi talantingizni joriy qildiradigan, sizni to'nitadigan yaxshi sahnadir. Nava sahnasi san'at beg'imizdagi navokash bulbullarimizning ehtiyojiga mos holda hozirlangan bo'lib, san'at sohasidagi izlanish ro'yiga boy xristian yoshlarni qo'llash va ularning o'z qobiliyatini namoyon qilishida ko'rish rol o'ynaydi. Yenichi shakl, rangdor mazmun, lirik naqsha va o't kuylardan tashkil topgan bu Nava programmamiz naqshi musiqa jihatda yoshlarga bilim berish, yetaklashni asosiy maqsad qilgan bo'lib, nodir san'at miroslarimizni qezib shakliga ilib chiqib, uni davriga moslashtirish. İlg'or madaniyatlarni qabul qilib, nodir madaniyatlarimizni saqlab qolish jihatida muhim rol o'ynaydi. Cho'lpon bo'lish istagimiz Nava sahnasida reallikqa aylangusi. Güçlü sürücüyüz, izlenişimiz orqali yaratgan natijalarimiz, o'zgacha mahorat va yangicha qiyofatlarimiz Nava sahnasi orqali namoyon bo'ldi. Nava sahnasi sizning, jumladan hammamizning qalb navosiga aylanmoqda.
sana meylim var. Bir qancha zaman bo'ldi, yar yar ey aylanim, aşirin can ey aylanim. Aytolmadim o'zingga ayarsam meylim var. Aytolmadim o'zingga ayarsam meylim var. Günde görmedim yani, yar yar ey aylanim, aşirin can ey aylanim. Günü de dermende ayırsan meylim var. Günü de dermende ayırsan meylim var. Önüde görüşende yar yar ey aylanim, aşirin can ey aylanim. Bağrımga basar mende ayırsan meylim var. Bağrımga basar mende ayırsan meylim var. Önüde görüşende yar yar ey aylanim, aşirin can ey aylanim. Bağrımga basar mende ayırsan meylim var. Bağrımga basar mende ayırsan meylim var.